Inson hayoti bitta hujayradan boshlanadi. Biri ikkita bo'ladi, ikkitasi to'rtta bo'ladi. Bu jarayon xuddi hujayra bo'linishi orkestrga o'xshaydi. Ona va bola o'rtasida kichik ko'prik hosil bo'ladi. Taxminan 5-haftada birinchi yurak urishi sodir bo'ladi va jon kiradi. Hujayralar ixtisoslashgan holda qurilish jarayonini olib borishadi. Miya, o'pka, qo'llar va yuz shakllanishga tushadi. Har bir yurak urishi, har bir hujayra faoliyati ona tarafdan bolaga ta'minlab beriladi. Va shu tarzda hech narsa so'ramay bizni himoya qiladigan ikki inson ota va ona soyasi ostida ulg'ayamiz. Birinchi qadamlarimizdan birinchi xatolarimizgacha ular ortimizda turishadi, yo'l ko'rsatishadi, g'amxo'rlik qilishadi. Biz kimdir bo'lishimiz uchun hamma narsasini qurbon qilishadi va yillar o'tadi. Biz ulg'ayamiz, o'zimizni kuchli, mustaqil, hech kim to'xtata olmaydigandek his qilamiz. Lekin yana bir narsa sodir bo'ladi. Ota-onamiz qariy boshlaydi. Bellari biroz bukiladi, ovozlari muloyimlashadi, qadamlari sekinlashadi. Biz esa buni payqamaymiz yoki payqamaslikni tanlaymiz. Bir kuni kutilmaganda tushunib qolamiz. Ular abadiy yonimizda bo'lishmaydi. Bir kun kelib ular ketishadi va qaytib kelishmaydi. Eng og'riqlisi, so'nggi lahza qachon bo'lishini hech qachon bilmaymiz. Shuning uchun senga bir savol. Onang bilan janjallashganingda, otangga baqirganingda, qaytarib bo'lmaydigan gaplarni aytganingda, mana shu lahza ularni oxirgi bor ko'rayotganing bo'lsa, o'sha so'zlarni baribir aytarmiding? Baribir ovozingni ko'tararmiding? G'ururni muhabbatdan ustun qo'yarmiding? Chunki bir kun keladi, senga faqat bitta suhbat yetmay qoladi, bitta quchoq yetmay qoladi, bitta imkon yetmay qoladi. Shuning uchun ular tirik bo'lganida ularni sev, hurmat qil, qattiq quchoqla. Sen ularning soyasida tug'ilgansan va bir kun kelib dunyoda o'sha soyasiz yolg'iz qolasan.